Neden? Aptab beres quyoshga talpingandek memrisini nazlar. Quyoshni to'g'rilab qabul qilib. To'sib qoldingiz, aptab beresni bo'yingizga. Quyosh bilan oyog'i tang topdimga unda aptab beresni pishimiz yetami? Aytdilar, qarangiq tushmabdi-ku. Qarangiq tushgan xilavati. Şunu men quyoshni deb kunduzi keldim. Quyoshingizning deb kunduzi kelgan bilan kechida yana oyna borasiz. Voy, ya o ay qaraydigan chulam yo'q, kechda etizib suv tutib qo'yganman. Bunda pasaratlik gaplaringizni toza tushunmadim. Voy, siz meni shu pasaratlik gapimni tushunsangiz meni yomon ko'rasiz. Nima? Ben demekçi biz yarışıp kalaydı. Bu gaplarınızda hiç nişanlısını taza bilmedim cümle. Meyli bilmem köydüm ben sizge. İşkınızda köyüp ölsem uvalım sizge. Ölsem oliver yarım, minnon nime pervayim. O cinin aman bulsa yarım. Acıdamından yarım. Siz ben rastı kabul kılmamışsınız. Sözünüzle emniyetiniz bedek olsa? Onda koysun ben. Hakiki emniyetimi ispatlayayım. Ben muşu beşiği adamın akıllık deyip anlayan şunsun nazarak mesele sıraydık ki. Bak degine var. Bunlar keptiço. Ben sana yanındaki hizmetleşinizin izleyip geldim. Dastan salayım ya. Hem hakıl. Oy ya. Ben şu sizden yanındaki çırayla hizmetleşinizden oğul dostu. Şu keçürüm sırayı deyip kelgendim. Hep beni keçürmeyi. Şunsuz azırak mesele sırayı bakayım deyip. Sen karıganın mesele çağırıp bekçik baramsan mı? Ha? Oy siz kandan bilip aldınız. Ben şu adet dostlarımdaki çıkarıp bari ben. Bu işini ben de mesele dalıp geldim ama. Keçürüm sorsam tüyündüm ha. Oy şu keçürüm sorsam fakat keçürme ötü de şu. Ne oldu iken yakından yakı sen bana üçlük yap kaldım ha. Şu yakında şu aramızda üçüncü şahıs kuşlap kalgan. Ne neden? Üçüncü şahıs. O mu çıraylı kız attı iken? Ha o işler tüyüde hiç. Yıkırak gibi beset öyle edip sizde. Yani şu üçüncü şahıs. Manasam üçüncü şahıs. Manasam üçüncü şahıs. Ben şu işin içerisinde destedim. Mahtımdım ayrılık kaldan. Başa gül. Şadımaniyo mana 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 şadıkade Aşalıkka çıkmasan yar başa gul dep dolayım en Şadımaniyo mana mana
Tefekkür tirikçilikten mühim. En önemli tefekkür. Kim çıqatsiz? Hech kimim sizga kitob o'qishib beryapman. Biron yardım kerakmi? Men sizning ma do'stingiz deb kelgandim, ha. Siz nazarab yordam so'ray deb. Pul so'ramaydigansiz? Yo'q, pul so'ramayman. Pul so'ramaydigan shosdan, nima shos yordam qila olayman? Qarang, mana sizning bilimli qiz musherlam chiqib turdi. Sizning qop-qora sochlaringiz, olmadek manzingiz, gilosdek ig'izingiz, buloqdek ko'zlaringiz. Bek tannoz qiz ekansiz. Shunisi cho'qim yordam qila olasiz. Bo'ldi. Kelar, o'tirma. Voy, sizning kelsa. O'tirma. Ha, qarang shu do'stingiz ikkimizning o'tirishimiz hozir ishib qolgan. Kechirim so'ray deb kelsam, mendan bek xafa bo'lib qoldimi? Kepimni olmay ishkini yepelib, qilib to'g'rimidi, xatomi deb sizni so'rab boqay deb. Xato ekan. Qandaqsiz? Nima qilasiz sizni yaxshi ko'rmayman qiz uncha olay yolurib. Endi shu yolborg'uchiligi bor-da. Unda qizlar chiqqu. O'g'il, shu endi uningdek yaxshi qiz bo'lib nerdan topaman shu? Tumamda yenozdan men bag'u. Nima? Rasqo, siz har vaqt kirsizmi ishkim ujoq. Sizga men kulimsirab qarayman. Maqsad kelsak, men sizni yaxshi ko'rib qolganda qilib turman. Nima dedingiz? Bo'ldi, ishomayli-chu jinim. Siz ham meni oshkorlab bo'ldingizmi? Meni maqtab, go'zallik tanmasdingizmi? Talpinazdingizmi? Ishqilib bir nimalarni deb maqtab ketdingizmi meni? Ishqilib ko'zingiz haqiqatan sizni o'tkirga sizni bek tushungandan qilib tursiz. Voy, bildi ekansiz. Altın üzükki yaqut ko'z qo'ygandekmi? Yo'q, men sizga tushuntiray. Yo'q, bo'ldi tushundirma. Men bilmayman tushundirsin, tushunishga tirishyapman. Unda bo'lsa, siz o'rtaga tutib turaman, chiqib kiray. Ushturoq kelonchi bu meni saqlab girim qilib, chista qilib turay. Ishni nima ham saqlab turaysiz-na? Kiram. Başlık. Siz nazarınız yerden sonra ki geldim. Kabulmaya işlemekler kağıtlarını işlemeye çekerseniz buldu. Şu dışkına. Kağıtınızın yanı çıktım. Şu baba, bu işte sizden ben kalaysız çünkü size nasıl geldim. Oturun. Ne işi var diye? He, başlık şu kağıtınızın yanı kirsem. Bu kağıtınız bilen ben şükendim. Oramızda azırak şok hep. Ya balıklar. Oho, nima cık yap bu? Hey! Kapılmayın. Bak işkana kırın. Oy başlık, miyek kirin hadi ben miyek kirin hadi diyorsanız anlamam. Ya balıklar ya ağzını şuna oldu. Kana otur. Mana tamoq vaqtimi bo'qapti. Balkim qosqonlarni ochdi. Shu men gapni qisqaradi. Bayatdan beri bu yoqdan bo'lgan ishlarning tafsilotini bir anladım. Endi bu balmoshna kelishgan mijozimni yaxshi esil bol ekan. Bu ishkolarning orasida ba'zi bir uqishmasliklar yuz bergan o'xshaydi. To'g'ri, sizmi endi chiroyli yaxshi qiz xizmatga shundoq astoydil muomala qilasiz, haqiqatan nihoyatda iqtidorli qiz. Ammo shu xizmatga bo'lgan shu qizg'inligingiz, astoydilligingiz nihoyatda yaxshi. Siz mush ishxonaga tunji qadam kelganda men sizning mush taqib turuqingizni, shu mijoz xarakteringizni bir ko'rib, mush chin yuragimdan sizni yaxshi ko'rib kelyapman. Başlık, mening gapim deyotganmi? Senin gibi onu qavatqan, to'g'ri. Shu bola sizni yaxshi ko'rib kelibdi o'shaga. Hamdimi o'zi esil yaxshi-ka. Gulni akapti. Lekin siz bu gulni qabul qilmabsiz. Balkim ko'ngilingizdan boshqa birisi bor. Masalan, men nurg'un qaytdim shu gulni sizga akab beray dedim. O'zingiz bilsangiz xizmat aldirash shu gulni hozir sizga akab beramidim. Şunlaşqa xatirjam bo'ling. Sizning umidingiz cho'qim yerda qo'ymayman. Bugun shu ishdan tushiblam, gulni beriblar, gulni birini elib sizga akab beriblar, sizni bu ash tamoq taklif qilmoqchi. Başlık, mening gapim deyotgan bo'libdi. Oy, ras, ukam, sening ishing deyotganda yana ketib qopdim men.
Endi ishxonaning ishiga kelsak, sen mavqam shunday yaxshi o'zing, ha, mijozing esil kamtar bo'lgansa. To'g'ri. Mashinangga bir fursat berilib, beringa bo'ldi. Maqbul. Rahmat başlayık, rahmat. Arzmaydi ufkam, sen uchun mush fursatni chim tutib qara. Boshqa birsini tepib olar bo'ldi, bu qizga men baqo mana. Uy! Menga. Voy, og'ir devatdingiz. Voy, qanday ya bu bir top saranglaba. Bir sigime devatgan, bir sizni meni devatgan, bir urvatgan. Chidig'imga chiqargan. Chidigan. Voy, elimi chidedim, bir azdagan chidedim, bir sizni meni de chidedim. Voyjo, najab bir vaqt keldingiz adam saqlatib. Oyni yo'qitib bulamay-olsam, yurtuzajaqni adamda nima? Yurtaz. Endi asturnim bo'lib ketamdim men. Nada filmimizni yoqtirgan bo'lsanglar, tarqatib qo'yishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Barcha do'stlarning yaxshi qo'llab tarqatib qo'yishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Neden?